Menga ko'pchilik mana shu videoni tashlashyapti. Ishoninglar, bu bolani kecha normalniy o'ziga keltirib qo'yishdi. Keyingi safar O'zbekistonga kelganda Milliy gvardiya xodimlarini yoki любой organ xodimlarini ko'rsa, qo'lini ko'ksiga qo'yib salom beradigan qilib qo'yishdi. Ishoninglar, kecha mazasi yomon qochgan buni. Oyog'ida turolmaydigan bo'lib qolgan. Так что xavotir olmanglar, bu kelib bizlarni xodimlarga sakrab ketaveradimi deb o'ylamanglar. Bukovka qilib qo'yishdi, normalniy. Kim nima qilganini ayta olmayman endi. Har xil narsa bo'lib ketmasin. Просто endi bu media liga-ku, mana shunaqalarni olib kelishgan, endi o'zini Rossiyasida bular nima xohlasa qiladi, ringlarda ham to'polonlar qilib ketsa ham hech nima bo'lmagan. Bu yoqda bosh yoqqa tushib qolganini tushunishdi kecha. Bukovka qilib, mazasini qochirib